1-iyuldan boshlab O'zbekistonda pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshirildi. Prezident qarorini imzoladi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqda bugun 23-iyun kuni Prezident imzolagan ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshirilishi to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Farmonga ko'ra 2026-yilning 1-iyunidan pensiyalar va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bola nafaqalari va moddiy yordamlar to'lashning miqdori 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiyaning miqdori oyiga 983 ming so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori oyiga 1 ming so'm, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bola nafaqalarining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm, oilaning 2 farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm, oilaning 3 nafar va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 188 ming so'm, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilanadi. 2026-yilning 1-sentyabridan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, stipendiya miqdori 7% ga oshiriladi. 2026-yilning 1-iyunidan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilanadi. 2026-yilning 1-sentyabridan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi.